Endi siz Barselonani Geyselona deb atamaysiz. Bunga sabab bo'lsa, mana shu videoda hozir tushuntirib beraman. Videoni ko'rishdan oldin albatta kanalimizga podpiska bosib qo'ying. Demak, boshladik. Rahaydidir. Hech kimga sirmas, Barselona LGBT bilan shartnomasi bor edi va ko'p yillar davomida uni qo'llab-quvvatlagan. Lekin endi bo'lsa, Barselona LGBT bilan shartnomani umuman uzib tashladi va endi LGBT'da hech qanaqasiga qo'llab-quvvatlamaydi. Bunga sabab bo'lsa, Barselonaning yosh yulduzi Lamine Yamal. Lamine Yamal Barselonaga ma'lum qildiki, agar Barselona LGBTni qo'llab-quvvatlashda davom etadigan bo'lsa, Barselona bilan shartnomani uzaytirmaslikka qaror qildi. Barselona prezidenti Joan Laporta esa bunga javoban LGBT bilan shartnomani rasman tugatdi va endi Barselona hech qanaqasiga LGBT bayroqlarini va shunga o'xshagan narsalarni targ'ib qilmaydi. Agarda siz bu ma'lumotlar fake deydigan bo'lsangiz, yana bitta ma'lumot ham bor. Qaysidir klub LGBT bilan shartnoma imzolaydigan bo'lsa, musulmonlar bayrami bilan hech qanaqasiga Instagram xohlagan ijtimoiy tarmoqlarda ularni bayram bilan tabriklasha olmaydi, chunki shartnomada shunday band bor. Lekin Barselona o'z ijtimoiy tarmoqlarida barcha musulmonlarni Ramazon kirishi bilan tabriklab o'tdi. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, Barselona endi LGBTda umuman targ'ib qilmaydi. Shunaqa gaplar.